Boş. Oo, yaxshi. Zo'r juda spammiz. O'yinimiz biroz qotdi. Yaxshi joy. Men IQ'm ishlab ketib qoldi demoqchi edim. Oltinlar hammasini oltin sabzi qilardim, afsuski. Och. Mening xatoyim. Kamon yasamaganligim. Boshqa sotyaptimi? Ikkita ekan bu. Sal qoldi. Vallahi. Kamonni qilaman. O'zim bilan shirkatga bermasam bo'lmaydi shekilli. Chunki gaz sindirish ham yoki portalda o'zi qaytarilmay qolaman. Bosh menga kamonim kerak. Kamonim yasab ham qo'ydim. Telefon zaryadi qoldi. Mayli, yetadi. Hozir. Endi yetadi. Xo'sh, ishdan yig'ilmaymiz. Meni kamonim. Lekin o'q yo'q. Nimaga ham keldim o'zi? Chotolmadim demayapti. Qaytada erimagan oltin qolmaganmikin? Ko'taman o'zim kamera qilib berayotgan narsalarga. Buni oltin bunaqa qilib qo'ymaysiz. Ichida uni. O'zimiz uchun vestaga solishimiz kerak. Nezada kerak bo'ladi. Nezada oltin ko'rlaymiz keyin uni pigillar bilan almashtiramiz. Endirib yorildi. Chunki men hali endirmenlar biyomini topolmadim. 15 minut mencha qiziqarli bo'lyapti. Uni tavochi bo'lmoqda. Kamon qo'nib bo'ladi. Kirishimizga gaz o'tadi hozir. Aytdim. Yes. Lekin bo'laman u. Lekin o'lmadim. Mayli. Men oltin narsa yeyishni unutdim. Baribir yetarli narsa yo'q. Menga tegmash faqat. Narsa berish ketaman. Давай на это шаш. И nima tashlamoqchimisan? Ne? Okay. Arbalet. Ya tegmadi. O'qimda yo'q.
Ochib ulgurmadim. Arbalet to'qlangan edi. Sharoitchi bugun ko'p ish qilmasak bo'lmaydi. Shuning uchun uydan pauza qilaman hozir. So'ng narsa quraman. Xo'sh, video olyapti. Xo'sh, o'tgan safar mayda-mayda ko'lagandim. Gravi. Gravi nimaga desalang, qishloq uchun. Bor ekan o'zi endi. Gravi olgan uchun ham kerak bo'ladi, nimasi bo'ladi. Bu ferma uchun. Mob fermani bitta joyga kerak bo'ladi. Mana shu qora tosh ko'proq kerak bo'ladi, komanda o'q uchun ham. Voy. Olmos nihoyat. Bir dona. Hemen ikkita bo'ldi. Yo'q. 3 ta. Yangi olmos ketga bo'ladi. Bu g'or meni og'irimni yengil qildi. Nihoyat. Ozgina gravi olaylik. Gravi joydan siljish qobiliyatiga ega bo'lgani uchun ko'p kerak bo'ladi. Bizlar blok. Shu yetib qoladi. Tepaga chiqib qoladi. Xo'sh. Bizdancha daraxt bor. Hozir men mana bu yerga mob ferma quraman. Hozir ko'rasizlar. Va nihoyat 1 soatlik mehnatning natijasini ko'rasiz hozir. Minecraft kunida esa 5 kun. Ko'rinishidan juda ham oddiy, lekin ichini juda ham qiyin. Qanchadan qancha vaqtim ketdi. Hech qancha taxta qolmadi. 16 bir stak. Qancha taxta u yerdan ko'laganman nima o'ynaydi. Qancha mehnat ketdi bunga. Mayli. 3 soatlik mehnat. Nezerga borganim, ularni hisoblaganda 3 soat. Hammaga xayr. Sizlar bilan Enrizuzo bo'ldi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Keyingi video ertaga. Xayr.